insonlar kimdandir pul olib, eridanmi yoki tillasini sotibmi, nimadir qilibmi, voy arzon ekan, voy undoq ekan deb sizlarga pul beradi. Bu gapim onlayn dars beradigan hijomatchi yoki zulukdan dars berayotganlar uchun. Xafa bo'lmanglar, sizlar jinni-pinni emasmisizlar. Onlayn ham dars beradimi? Sizlar kichkina mini operatsionniy holatda sizlar onlayn dars qilyapsizlar. Bu holat, bu nima holat? Bu onlayn kerak bo'lsa o'zing tug'ib ol degan gap bu. Tushunyapsizlarmi? Endi uzrni qo'polroq qilib tushuntiraman. Kerak bo'lsa o'zing tug'ib ol. Xo'p, nazaringizni tushuntiring. Offline xohlaganicha dars bering, offline. Kelib yoningizda yursin, 10 kun yuradimi, 1 oy yuradimi, 1 kun yuradimi, 1 soat yuradimi, lekin hech qachon onlayn dars beraymi? Meni oldimga keladigan aksariyat o'quvchilar va shu onlayndan dars o'rgana olmasdan, tushunmasdan yoki amaliyotga kelganda hech vaqoni bilmaydigan aksariyat o'quvchilarimiz shunaqa. Yoki deylik mana Yevropalardan ham yoki bir Turkiyadan ham yozishdi yoki bir SNG davlatlarimizdan ham yoki oddiy viloyatlar, uzoqroq viloyatdan ham yozishadi. Onlayn o'rgating. Men onlayn o'rgatmayman. Sabab men bu narsaga juda ham qarshiman. Nimaga? Shu yerda o'zida o'rganayotgan aksariyat shogirdlarimizni o'zi yonimizda bo'lib turib ham o'rgana olmaydi. Hattoki o'sha tig' bilan ishlayotganda, leza bilan ishlaydimi, skalpel bilan ishlaydimi, nima bilan ishlashidan qat'iy nazar, insonni tanasi bilan siz ochasiz. Terini ochasiz, tushunyapsizmi? U millimetr qancha kiradi, qancha santimetrmi, millimetrmi uni his qilish kerak, tushunyapsizmi? Uni his qilmasangiz, qanaqa qilib siz onlayn dars berasiz, men tushunmayman-da, qanaqa qilib? Bu umuman nerealniy holat. Odamni his qilish kerak, terini his qilish kerak, lezalarni ushlab his qilib ko'rish kerak. Men yana qaytar aytaman, bu 2 qo'shu 2 to'r degan narsa emas. Bu mayli xo'p nazaringizni tushuntirib berasiz, lekin siz operatsiya qilyapsiz-ku, tushunyapsizmi? Operatsiya holatidasiz-ku. Qanaqa qilib unga siz diplom yoki sertifikat berasiz? Men qarshi emasman o'rgatayotganlarga, xohlaganicha o'rgating. Lekin onlayn dars bermanglar, baraka topkurlar. Sizlar bitta narsani tushuninglar, o'sha insonlar kimdandir pul olib, eridanmi yoki tillasini sotibmi, nimadir qilibmi, voy arzon ekan, voy undoq ekan deb sizlarga pul beradi. Sizlar o'rgata olmaganinglardan keyin, ular o'rgana olmagandan keyin u puliga norozi bo'ladi. Norozi bo'lgandan keyin mayli sizlarga etmas. Lekin mamta o'rgandan keyin sizlar qanaqa qilib ko'karasizlar? Offline men dars berayotganimda 80 ming marta so'rayman. Voy tushundingmi? Voy tushundim, tushunmagan bo'lsa so'ragin deb. Mana bu shogirdlarim biladi masalan. Qanaqa qilib bu 2 kun, soat, 3 soatda onlayn dars hangi sertifikat? Bu g'alati narsa. Iltimos qilaman, gapimni to'g'ri tushuninglar, yana to'g'ri xulosa qilib yozinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman, omon bo'linglar.